Voy seni meni kelganing bilan yaxshi bo'pti. Qaynang yaxshi ko'rar ekan. Boshni ustiga keldi. Qani, onasi? Qani. Ol seni. Xush kelibsiz. Qani ochib. Bismillah. Oling, osh bo'lsin, oling. Bir ham qo'ling shirin olasiz. Osh bo'lsin. Oling, opa, oling. Olyapman. Tishdingmi? Nima bo'lyapti? Tishdingmi? Yo osh yo'qmaydimi? Yo'q, aka, nega yo'qmaydi? Yaxshi. Unda ye-da. Kayfiyating yo'q. Birta muammo bo'ldimi? Nimadir bo'ldimi? Yo eringni urishdingmi? Yo'q, aka, urushmadik. Nega urushamiz? Nima kayfiyating yo'q? Haligi aka, bilasiz, turmush o'rtog'im va aka-ukalari ko'pchilik bo'lib bitta hovlida turamiz hammamiz. Shunga kuyovingiz bilan ozroq yiqqan pulimiz bor edi. Bir xonali dom bo'lsa ham olib chiqib ketaylik deyotgandik. Yaxshi-ku. Shunga ozroq pul yetmayotgandi. Hozir sizda vaziyatingiz qanaqa? 2000 berib turasizlarmi deb. Sinem, bilasan, menda bo'lsa sendan jonim demayapman. Lekin hozir ozgina ishlarim yurishmay turibdi. Uy ham bir gap bo'la ol, bir bola qilarimizda. Beramiz. O'sha 2000 ni beramiz. Beramiz-a, dadasi? O'zingizni singlingiz begona emas har holda. Oling, oshga qarang, beramiz opajon. Oling. Qani? Oling. Och. Sen yeb tur-a? Oling. Tinchlikmi? Tur. Hozir-a? Yeb turing opajon, hozir. Xo'p. Bekor aytdim-da. Urushib qolishmasa bo'ldi endi. Opajon, bizda ham hozir 2000 chiqmas ekanda. Voy, nega xijolat bo'lasiz? Mayli, o'zim ham men xijolatda so'radim. Bo'lmasa jon deb berardik, opajon. Uzr endi. Mayli, opa. Ne xijolat bo'lasiz? Shunaqa vaziyat ham bo'lib turadi. Endi biz ham to'g'ri tushun. Biz senga 2000 dollar bera olmasak ham er xotin yaxshi niyat topib qo'ygan. 2 xonali domni kaltini bersam maylimi? Aka. Hozir yig'lasang uraman. Yig'lasang uraman aytib qo'y. Aka. Ol, iltimos. Ol. Iltimos. Hazillashyapsizmi aka? Meni kechir seni. Rahmat aka. Senga nima xizmat bo'lsa doim tayyorman. O'zim jigar. Yaxshi ham borsiz aka, rahmat. Men nozonni kechir. Seni bitta duo qil. Aka. Seni yoshlikdagi menga qilgan duolaring ijobat bo'ladi, bilasanmi? Bitta duo qil. Qani? Sen duo bilamiding? Ilohim mana shu uylarda ering bilan qo'sha qarab farzandlaringni baxt kamol ko'rib yurarga. Doim aka deb kelganda men labbay deb seni qarshi olayman. Kelishdingmi? Allohu akbar. Bo'ldimi endi? Bo'ldi. Menga qovog'iga solmagin. Qani endi osh yersan? Endi bizning yangi uyda mehmonga chaqirasiz. Oling. Ol. Endi osh deng. Ol. Oling. Sen mendan berusa nima gapiryapsan? Yo senimga rahming kelib qoldimi?
zo'rg'a pul topayotgan bo'lsam, yana aralashasan. Dadasi, bundan 10 yil orqaga qayting. Tuhmat bilan qamalib ketganingizda eng yaqin ishongan do'stlarim deganingiz birortasi yoningizda turmagan. Shu bitta singlingiz eridan yashirib bor budini, bor tillasini sotgan. Sizni chiqishingiz uchun qilgan hammasini. Bitta akam menga kerak, yonimda yursin deb qilgan. Kerak bo'lsa, shu singlingiz uchun yashab turgan uyingizni berib yuborsangiz ham arziydi. O'zingiz bilasiz. Yurak to'la dardlarim ketkizganingga shukr. Kecha o'tib bugunga yetkizganingga shukr. Rizqim sochib yo'limga, tomchi tomgan ko'limga, ol qo'lim deb qo'limga tutqizganingga shukr. Rizqim sochib yo'limga, tomchi tomgan ko'limga, ol qo'lim deb qo'limga tutqizganingga shukr.